Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, opa-singillar. Hozir men gapirmoqchi bo'lgan narsa bu TikTok. Ya'ni men oxirgi paytda TikTokka kirganimda oldimdan faqat yarim yalang'och qizlarning videosi, behayo raqslari chiqadi. Men hayronman. Hozirgi yoshlar qanday ahvolda va qayoqqa qarab ketishyapti? Bu juda achinarli holat. Buning o'rniga kitob o'qish kerak, ilm olish kerak, islomni yaxshilab o'rganish kerak. Vaqtni, umrni bekor o'tkazgandan ko'ra shu foydaliroq menimcha.